Assalamu alaikum aziz Sharqi Turkistonlik vatandaşlarım. Bugün sizlarga bu video orqali oldimizda bo'ladigan ikki faoliyat to'g'riliq safarbarlik qilish va sizlarning bu safarbarlikka ovoz qo'shishinglarga iltimos qilish maqsadi bilan so'zlamoqchi. Bilisizlar, bugun Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonda Uyg'ur xalqiga, Qozoq xalqiga va boshqa xalqlarga yapayotgan irqiy qirg'inchiligi dünya milletleri tarafından, bir kısım devletler tarafından tonulgan, itiraf kılınışına uçravatkan, erişivatkan Xitay hükümeti qanday qilib bu qirg'inchilikni yo'shirishning kuyugi tushayotgan mushta bir vaqtda biz texmo jasur bo'lishimiz, texmo kuchli harakat qilishimiz Xitoyning Sharqi Turkistonda yapayotgan bu qirg'inchiliklarni imkoniyatimiz doirasida texmo pash qilish zaruriyati tug'ilyapti. Yaqinda Angliyada Uyg'ur sotkarligiyasi boshlanadi. Bu hareketlerin bir parçası ama birla hareket bilan Xitoyning bu jinoyatlarni pash qilish va yoki to'xtatish qiyin. Shuningga bütün imkoniyatlarimizni safarbar qilishimiz, bütün imkoniyatlarimiz bilan dunyoni va o'zimizning xalqimizni o'rnidan tik turib, bu jinoyatga qarshi birlik saf qurib harakat qilish zaruriyati tug'ilyapti. Bilisizlar, bugün Xitoy dünyada ikinci çok iqtisodiy kuch bo'lish sifati bilan dunyoga tahdid bo'layotgan, Uyg'urlarga emas, dunyoga tahdid bo'layotgan bir reallik mavjud. Xitoyning bugün dunyoga bunday tahdid bo'lishiga sabab uning iqtisodiy kuchiga munosabatlik. Shuningga bugün bir qism g'arb davlatlari Xitoyning Sharq Turkistonda yapayotgan jinoyatni irqiy qirg'inchilik degan bo'lsa-mu, ammo yanıla manfaat bedeliga payda erişmen bedeliga, Uyghur xalqining qani bedeliga Xitoy bilan tijorat qilayotgan nurg'ulg'an g'arb shirkatlarini ko'ryapmiz. Amerikada, Yevropada, jumladan Germaniyada nurg'ulg'an davlat alqagan cho'ng shirkatlar Xitoy bilan bo'lgan tijoratni davomlashtiryapti. Uyg'urning qani bedeliga payda olyapti. Shuningga biz bütün shirkatlarni bu Xitoyning yapayotgan qirg'inchiligiga sherik bo'lmaslikka chaqirish bir majburiyatimiz. Albatta chaqirib qo'yish bilan bo'lmaydi. Buning uchun oylardan buyon bu shirkatlar xatlar yozib, qonuniy javobgarligini sotib tutish uchun harakatlar bo'lyapti. Undan boshqa ommaviy xalq harakati boshlash orqali buni besim shakllantirishmi nihoyat zarur bo'lib o'tirib chiqdi. Shuningga biz bütün şirketlerde, dünyanın hem yerinde neçe 10 bin şirket var Xitoydan ticaret qilayotgan. Ularning hammasiga o'xshash şekilde hareket qilish imkoniyatimiz yo'q. Dünyada 340 dan ortiq emgak tashkilotlari, inson huquqlari tashkilotlari, Uyg'ur tashkilotlari, Tibet va boshqa o'xshagan tashkilotlar birlashib Xitoyning Sharq Turkistondagi mushu majburiy emgakni asos qilgan holda Xitoy bilan tijorat qilayotgan shirkatlarga besim qilish ishi bir yildan buyon davom qilyapti. Bu xalqaro tashkilotlar hamkorlikdan o'xshash bo'lmagan saviyada bu harakatlarni yapyapti. Endi bizga tushgan vazifa mushu shirkatlardan vakil xarakterga ega bo'lgan bir qancha shirkatlarga nisbatan xalqaro bir harakat qo'zg'ab, buni to'xtatish favqulodda muhim. Shunday shirkatlardan bir qanchasiga nisbatan mushu ta'sir kuchimizni ko'rsatsak, boshqa shirkatlar Xitoyning bu jinoyatiga o'rtak bo'lmaydi. Bazı şirketler çekinip çıktı. Şveysariyadaki H&M deydiğen şirket, şuna o'xshaydigan Yaponiyadagi şirket ve Adidas o'xshaydigan şirketlerin bir kısımları Xitoy bilan bo'lgan tijoratning bir kısmini to'xtatishga safarbar bo'ldi. Bu mu o'zigidan bo'lmadi, xalqaro hamkorlikning besimidan bo'ldi. Endi bu yerda bugun sizlarga demoqchi bo'lgan asosiy masala Germaniyadagi Volkswagen şirketi var. Bizning Sharq Turkistonda Urumchida şirketi var. Başını ishlab chiqaryapti. Shuningga mushu shirkatning Sharqi Turkistondagi va butun Xitoydagi tijoratni to'xtatishi bugun yapayotgan irqiy qirg'inchiligi sherik bo'lmasligini xotirlatib kelyapmiz. Bu yetmadi. Shuningga butun dunyo bo'yicha Volkswagen qarshi harakat qilishimiz kerak. Bu harakat o'tgan yildan boshlangan, ammo umumyuzda o'xshash bir kunda Muşunda bir qilish bu Volkswagen qarshi norozilik hareket yapirish zaruriyati tug'ilyapti. Shuningga bütün chet ellik tashkilotlarimiz 2 kun ilgari o'rtaq bir yig'in ichish orqali 6 oyning 13-kunisi shanba kunisi
Germaniyadan, çünkü Volkswagen'ın baş merkezi Germaniyanın Wolfsburg şehrinde, muşu baş merkezden aldığı toplanıp çok kilometrik bir namayış kılış. Hem de bugünkü bu karantin sebepleri bilen dünyanın nurgunluğun devletlerden xuddi 2018 yılı Brüksel'e yığılgan gidek va yoki Ceneva'ga yığılgan gidek yoki bo'lmasa Washingtonga yığılgan gidek bunday yığılışımız biraz qiyin deb ko'rinib o'tadi. Shuningga Germaniyaning atrofidagi Gollandiya, Belgiya ve şunun münasebeti Avrupa devletlerinin kilerligerler 6. ayın 13. günü saat 2'de Wolfsburg şehriga kelib Volkswagen'ın aldıda bu namayışga qatnaşsanlar. Bu yagi kileş imkaniyeti bulmagan qarindoshlarimiz muşu günde şu devlet teşkilatlar namayış o'rnashtirmoqchi o'xshash şu devletlerin hem devletleri bugün dünyanın hem devletleri Volkswagen'ın şirketleri var, merkezleri var. Şunun aldığı yığılıp zor ko'lamdagi bir namayış o'tkazilmoqchi. Shuningga bu xalqaro hareketga hozirdan boshlab Germaniyaga keladigan yurtdoshlarimiz Germaniyaga uchib kelaydi, haydab kelaydi mashinamiz bilan buni kelinmaydigan yurtdoshlarimiz şu devletlerdeki teşkilatlarımız o'rnashtirgan Volkswagen'ning oldidagi namoyishga ishtirok qiladi. Bu birinci bir mesele. İkincisi 2022 ayda Xitoyda Beijing qishliq olimpiyatlari bo'lmoqchi. O'tgan yildan buyon Dünya Qurultiyi boshliq bütün teşkilatlarımız Olimpik komitetiga bu hareketni, bu tarixiy xatolikni tuzish uchun nurg'unlagan xatlar yozildi. Hatta qonuniy shikoyatlar elib berildi. Ama Olimpik komiteti yangi joylik bilan bu Beijing qishliq olimpikini Xitoyda o'tkazishga qarorli bo'lganliklarini davomlashtiradi. Bu münasebetler bu yana xalqaro 180'den artık teşkilat birleşip Olimpik komitesinden her yıl besim şekillendiriş işlerini yapıyoruz. Bir qancha qitim tor orqali Olimpik komitesining rahbarlarining ko'rishlar yapıldı. Qandaq Olimpik komiteti biz siyasetga aralashmaydigan tarafsiz bir qurilish deyiladi ama bu yerda bir erkek qirg'inchilik yuz berayotgan vaqtda tarafsizlik deydigan narsa emas, mavjud emas. Erkek qirg'inchilikqa meydanda erkek qirg'inchilik yuz berayotganda uni qarshi o'tirga chiqmagan sükut tuğanlıkның yüzü şu erkek qirg'inchilikni qo'llagan şunun tarafdor bo'lgan bo'ldi. Biz bu nazardan Olimpik komitetiga qarshi hareketni kuchlantirishimiz kerak. Shuning uchun 2021 yili, yani 6. ayning 23. günüsü, yani bir ay vaqt qoldi. Olimpik komitetining oldida, çünkü 6. ayning 23. günüsü Xalqaro Olimpik komitet günü. Xalqaro Olimpik günü. Shuning bu kunda Tibet, Uyghur, Hong Kong teşkilatlarını asası kılıp Olimpik komitesinin aldıda Şveysariyanınki Lozan şehrinde çok xalqaro bir namoyish oluşturmakçı. Şununla dünyanın hem de yerlik qarindoshlarimiz, cümleden Avrupa'daki qarindoshlarimiz 23. iyun günü vaktimizi çıkarıp Olimpik komitesinin aldık gelsin. Hem de yanılmış karantina sebebiyle sayahat çekilmiş sebebinden bu Olimpik komitesinin aldığı kelenmeydiğin qarindoshlarimiz, teşkilatlarımız her kaç devletlerde şu devletlerdeki Milli Olimpik Komitesi'nin aldığı namayış orlaştırmakçı. Şundan bu namayış kelenmeyen qarindoshlarimiz şu günüsü 6. ayın 23. günüsü özümüz turvatkan devletlerdeki Olimpik Komitesi'nin, Milli Olimpik Komitesi'nin aldığı bu narazılık namayışına aktif iştirak kısa. Şundan bu tarihi işki çok namayış 6. ayın 12. günündeki Volkswagen'ın merkezinin aldıda ve yaki bomuz şu devletlerdeki Volkswagen'ın şirketlerinin aldıda ve 6. ayın 23. günüsü Lozan'daki Olimpik Komitesi'nin merkezi binasının aldıda ve yaki arkadaş devletlerdeki Olimpik Komitesi'nin aldığı bulduğun bu xalqaro birleşme çok namayışka bütün vatandaşlarımız hazırdan başlayıp ruhsatımızı hep koyaydı, vaktimizi hep koyaydı. Bütün ailemiz bilen bunu bir milli mecburiyette tutup bu namayışlara aktif iştirak kısa. Çünkü bunda çok xalqaro namayışlar yılda bir iki qitim, neçe ayda bir qitim boladı. Bunun sal qaramasligimiz gerek. Çünkü muşundaq hareketlerimiz bilen bu soykırımını to'xtatalaymiz, xalqaro hareket keltirelaymiz. Qandaqdı faqat bir-birimizga WhatsApp'lar deyilgan gaplar bilan bu soykırım to'xtamaydi. Faqat xalqaro hareket o'tkazish orqali
lan bu soykırımni, bu jinoyatni pash qilalaymiz, to'xtalaymiz. Shuningga butun vatandoshlarimizni bu ishki namoyishga safarbar qilish munosabati bilan gap qildim. Hammamizning bunga aktiv ishtirok qilishini orzu qilaman. Rahmat.